Reklama zo'r, garantiya qanday deb so'rayotadi. Garantiya qanday? Bismillahirrohmanirrohim. Garantiya bundanda, mana pechka barlig'i eldikinda birday jasaladi. Misol, mana eshik teli ayirmasi bo'lishi mumkin. So'l joqda, o'ng joqda o'shundayda. O'shunday ayirmasi bo'lishi mumkin. Atak barlig'inikida birday jasaladi. Birday razmer, birday sistema, оборотели birday bo'ladi. Xo'p, garantiyasi qanday bo'ladi desanglar, garantiya jashuni o'zina yo'qda. Misol, ertaga baribir yo'q biz va garantiya yo'q. Garantiyasi qanday bo'ladi desanglar, ustadan staj so'raladi. Qancha yillik stajing bor? Qancha yildan beri o'sha pechka bilan shug'ullanib keltasin. Mancha yil o'shuga qarab bo'laveradi. Misol, bir yil jasagan pechkangdan qishdan chiqqanlar barva deganlar bo'ladi. Bizda buyursa 2019-yildan beri o'shunday yumush qilamiz. 2019-yil usta bo'lib chiqqanmiz. O'shundan beri inshaalloh usul yumush bilan shug'ullanib keltamiz. Garantiya jo'nida shunday aytdimda, shariat bo'yicha deyli, garantiyaga misol ruxsat yo'qda, потому что jashon o'zidan garantiya yo'q.